Voy, chummani 5 barmoqni kuydirib yuborishganmi? Qani, ta'mi qanaqa ekan? Do'stlar, bu video bu qora 5 barmoq haqida emas. Bugun sizlarga 5 barmoqni yorib yuboradigan joyni ko'rsataman. Mana do'stlar, sizlarga aytgan 5 barmoq yetib keldi. Dirkillagan xamir, mayingina ot go'shi, qazi, qarta, undan tashqari ustiga sepilgan 4 ta ko'k piyoz ham ovqatga ko'rib beryapti, ham juda ham xushbo'y hid chiqazyapti. Ko'rib turgan spes puloninglar mutlaqo tekinga bonus tariqasida taqdim etiladi. 5 barmoqning bir porsiyasi narxi 99 ming so'm. Ko'rib turganinglar bo'lsa 2 porsiya. Birinchi bo'lib bulyondan boshlaymiz. Qani bismillah. Har bir qultumdan tana rohatlanyapti. Wow, do'stlar, men 5 barmoqqa rostdan ham mazza qildim. Bulyonlari va xamiri juda ham shirali, odam yegan sari yegisi kelyapti. Ot go'shtlari ham odamga juda ham yoqimli va mayingina ekan. Albatta kelib yeb ko'rishlarini maslahat beraman. Ketqizgan vaqtingizga va pulingizga umuman achinmaysizlar. Addushi tavsiya qilaman. Do'stlar, bu yoqda xohlovchilar uchun 5 barmoqdan tashqari 1 kilosi atiga 99 ming bo'lgan tirik sazan baliqlari ham bor. Sizga ko'proq 5 barmoq yoqadimi? Yo'kida baliq izohlarda обязательно yozib keting. Lekin do'stlar, 5 barmoq oilaviy restoraniga kelish orqali baliqni ham, 5 barmoqni ham dodasini topsangiz bo'ladi. Do'stlar, manzilga keladigan bo'lsak, Chilonzor algoritm Dubay mo'ykasining ro'parasida joylashgan. To'liq lokatsiya Telegram kanalimda bor. Bemalol kelaverasizlar.